realsiz proyektga start berdik. Bu nima degan desalar, hozir rolikni ko'ringlarda biz jamoamiz bilan shu sizlarga izohlab berish uchun harakat ko'rdik, lekin kamchiliklarga to'g'ri tushunasizlar. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, shu realsiz proyektimizga bitta layk, bitta podpiska va bitta kommentga javobni yozsalar, biz sizlarga hozir ko'rsatib beramiz. Ketdik. Keldingizmi? Yaxshimisiz? Suyimisiz? Isib ketdim. 16 chaqiramizmi taksi? Aha, real chaqiraylikmi? Ha, real chaqiring. Tez yordamdan ham tez kelishadi. 16. Alo, assalomu alaykum. Qizlar Afrosiyobga mashina berasizlarmi? Aha, shahar ichi. Xo'p, rahmat. Kelyapti? Alaykum assalom. Vayiga xo'p bo'ladi. Qizlar, sizlarga bitta yangiligimiz bor. Sizlar o'zi bizni real taksini doimgi mijozlarimizlar. Doim foydalanasizlarmi realdan? Doim foydalanamiz. Juda zo'r. Biz yangi proyekt qilyapmiz hozir. Sizlar omadli mijozga aylanaring. Ya'ni aytgan joylaringga tashlab qo'yish bepul hamda borgunimizgacha har bitta savol beraman. Bergan savolimga javoblaring uchun 20 ming so'mdan pul beraman. Ya'ni yetib borguningizgacha yana pul ishlab olishingiz ham mumkin hamda bepul yo'l kira bo'lib qoladi sizga. Savollarimiz juda oddiy, lekin bitta shartimiz bor. Savolimizga javobni bilmagan taqdiringizda javob berish majbur. Mabodo javob bermayman yoki bo'lmasam bilmayman deb qolsangiz, yutgan pulingiz, ya'ni har bitta savolimga bergan javobimga 20 mingdan puldan qolasizlar. Kelishdikmi? Ma'qulmi o'zi? Ma'qul. Juda zo'r. Yana bitta narsani so'rashim shart. Agar bizga Instagramgami, YouTube'gami yoki Telegram kanalimizga podpisatsiya bo'lgan bo'lsalaring, 100 mingdan pul naqd. Ikkovlaridan podpiska bo'lgan bo'lsalaring. Bo'lganmiz, ko'rsataylikmi? Ko'rsatinglar. Mana. Yo'q, qani? O'qitaylik. Juda zo'r-ku. Sizdachi? Bo'ldi, 100 mingdan 200 ming pullar cho'ntaklaringda. Real taksidan anchadan beri foydalanasizlar. Aytinglarchi, haydovchilarimizni umuman muomalasi yaxshimi? Ba'zilari qo'pol, ba'zilari yaxshi. Qo'pol muomala qilayotgan haydovchiga qana javob qaytarasiz? Qo'pollik bilanmi yo? Oldin tushuntiramiz, agar tushunmasa keyin uni ofisga qizlarga telefon qilamiz. Javob qoldiramiz. O'zlaring achchiq qilmaysizlar, shopirlar. Endi vaziyatga qarab. Vaziyatga qarab. Ko'p uchraydi mana shunaqa qo'pol muomala qiladiganlar? Kamdan kam. Kamdan kam. Uchraydi. Uchraydi. Vaqtida kelishadimi haydovchilar telefon qilsalaring? Yo'q. Har xil vaziyatda har xil kelishadi. 5 minutdan uzog'i 7 minutgacha. Oralig'ida kelsa yaxshi. Ha, kelsa yaxshi, lekin kech qolsa kutasizlarmi yo отказ qilib yuborasizlarmi? Endi uzoqda bo'lsa отказ qilamiz, yaqinda bo'lsa ko'ramiz, отказ qilamiz, kutamiz. Juda yaxshi. Yo'q, lekin bu savollar ba'zida bu nima edi? Muloqot. Birinchi savol haydovchiga, ya'ni taksistga turmushga chiqqan bo'larmidilaring? Bo'lardik, chiqqan bo'lardik. Umuman qarindoshlaring ichida yoki bo'lmasam umuman oilalaringda kira qiladigan shaxs bormi? Shu uchun tevrardik deyasizlar. Значит, bilar ekansizlar. Xo'p, yaxshi. Haydovchi kir mashinada kelib qolsa, nima qilgan bo'lardilar? Chiqarmidilaring mashinasiga yo birorta bahona qilib chiqmasmidilar? Nima qilasiz? Tashqarisi ham kir bo'lishi mumkin, ichi toza bo'lishi ham mumkin. Aytamiz, iloji boricha mashinani toza yuring deb. Bo'pti, mashinaga bitta chiqsangiz
juda nima deydi, endi har xil holat bo'ladi. Mashinasini, misol, filtri almashmagan bo'lsa ham salonga hid urib yuboradi-da mashinani. Ko'p klientlar bilmaydi-da, bitta mashinaga chiqadi-da, mashinang sassiq deydi. Misol, bitta chiqqaningizda mashinaga har xil hid kelib tursa, ha? Yosh kattalarni uchrab turadi. Mashina mana keldi, mashinaga chiqsangiz hid kelyapti, qanaqadir неприятный. Nima qilgan bo'lasiz? Aytamiz, Ketaverasizmi, tushib qolasizmi? tushib qolamiz, ketmaymiz. U manzilga yetib borguncha уже manimcha komfortda xohlaysiz-ku mashinani. Nega komfort chaqiryapsiz? Komfort kelish kerak, toza, salon ham toza bo'lishi kerak. Bilasizlar, qizlar, men savol berib turib, mana 3 ta savol bergan bo'lsam, chalg'itadigan savollar ham bor, hushyor bo'lasizlar. Javob bermayman desangiz, kelishganimizdek sovg'alar yo'q. Ya'ni pul yutgan pullaring yo'q. Hozir 3 ta savolimga javob berganing, uchalasiga 20 mingdan beradigan bo'lib turibman. Va yana bitta savol. Masalan, taksini chaqirdingiz-u, taksiz kelaman deb turib kelmadi. Nima qilgan bo'lasiz? Jalba qilamiz, firmaga telefon qilib jalba qilamiz. Haydovchini ustidan. O'zbekistonning poytaxti qat? Toshkent, Xitoyning poytaxti qat? Pekin, to'g'ri. Qisqasi, Avstraliyaning poytaxti qat? Yaponiyaning poytaxti qat? o'zi poytaxti. Gap yo'q. Xullas, 5 kara 5 minus 30. Minus 5. 3 kara 3 ko'paytirilgan 8 ga. 46 emasmi? Bo'ldi. Nima desalaring shu? To'g'ri. Qisqasi, mayli, chalg'imaymiz savollarimizdan. Bir kunda necha marta taksi chaqirasizlar? 1 marta, 2 marta. Bu Bir marta. 3 marta. 3 marta. Sir bo'lmasa nima ish qilasizlar? Hamshiramiz. Hamshira, juda yaxshi. Qizlar, mana manzilga yetib keldik. Katta rahmat sizlarga suhbat uchun. Bizni taksidan foydalaninglar. Mana shunaqa bonuslarga ega bo'lasizlar. Menga ro'para kelsalar, albatta savollar beraman va mukofotni ham beraman. Yo'l kiralaring bepul. 5 ta mana savolga javob bergan bo'lsalaring, mana 5 ta savolga mana 20 mingdan va'da berilgan 100 ming. Sizlarga katta rahmat. Mana Instagramga podpiska bo'lganlar uchun ikkovlaringga 100 mingdan va'da berilganda, mana sizga 100 ming, mana sizga ham 100 ming. Mana marhamat. Rozi bo'lasizlar. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar, keyingi ko'rishguncha. Yana albatta ro'para kelasizlar lekin. Salomat bo'linglar.